Salam qadrli savodashlar, bugun biz 33-34 darsni o'tamiz. 33-34 darsda yanıla bizningki asosli o'rganadigan grammatikalik nuqtamiz bo'lsa, oldingi saytda o'rganib o'tgan hozirgi davomlashayotgan zamonninki davomi. 33-darsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi qarab boqaylik. Birinchi tovush nima ekan? Dihga. Dihga ayni qo'saq day, day. Day degan kun degan gap, kun. Bu quyoshdagi kun emas, bir kun, ikki kundagi kun, day. İkinci sözün birinci tavsiye nima ekan? K'ga. K'ni kengsi nima ekan? L'ga. L'ga l'ning keyindikisi biz o'rganib o'tgan qo'shma so'q tovush avga. Dasa l'ga avni qo'shsak loud, dni qo'shsak loud, cloud. Cloud. Night tuven chiqdi, xalq anglaydi yoki anglamaydi. Cloud. Cloud degan gap bulut degan gap, bulut. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Ikkinchi tovushi nima ekan? K'ga. K'ni kengsi qo'shma so'q tovush ay ekan, unda bo'lsa k'ni qo'shsak kay. To'liq o'qib olsak sky, sky. So'zmaysizlar, sky. Sky degan osmon degan gap, osmon. Keng sözün birinci tavsiye nima ekan? Yana shga, shning kengsi nima ekan? Ahga. Shqa ahni qo'shsak sha. Ni qo'shsak sun, sun. Sun degan quyosh degan gap, quyosh. Ammo sözün birinchi tavsiye nima ekan? Shga. Sha qo'shma shga. Shqa ayni qo'shsak shay, ni qo'shsak shine. Shine degan gap, ya'ni kun nuri. Anonki nur chachmoq degan gap, nur chachmoq. Keng sözün birinchi tavsiye nima ekan? V ekan. Yani W'ni biz deb o'qiydik. V. Eg'iz o'tirg'ish qilib ishgan qachilda. V. V qayni qo'shsak v, ya'ni tilni tishlagan vgan, vga. Undasa vqa zni qo'shsak with, with. Eg'izning ichilishiga diqqat qilsizlar. With degan bilan, billa degan gap. Masalan, with me, men bilan. With her, u qiz bilan. With sister, singlisi bilan yoki adisi bilan degan gap. Ya'ni bilan billa degan chaqda bu billa degan gap shu palonch narsa bilan billa yoki palonch odam bilan billa degan chaqda shuningki oldiga keldi, Mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Fga. Fqani qo'shsak fa. Anki nima ekan? Mga. Faga mni qo'shsak fam. Anki nima ekan? Lga. Lga i'ni qo'shsak li, family. Family. Family degan gap oila degan gap, oila. Keng sözün birinci tavsiye nima ekan? V'ga. V'ga o emas, a emas, ikkisini o'tirishdagi qechi dedi-ku. Walk. Ni qo'shsak walk. Walk degan gap menish, piyoda menish degan gap, menish. Walk, piyoda menish. Mana sözün birinchi tavsiye nima ekan? O'ga. Aniki nima ekan? V'ga. V'ga ni qo'shsak ver, undasa over. Over degan gap ustidan degan gap. Masalan, walk over. Ustidan mengib o'tish. Run over. Ustidan yugurib o'tish. Fly over. Ustidan nima qilib o'tish degan gap. Uchib o'tish degan gap. Endi bu yerdagi overninki o'z oldiga ma'nosi ustidan degan chiqqan chaqda chiqmaydi. Bu anon pil bo'lgan chaqda tugash deb chiqadi. Buni vaqt kelgan chaqda o'rganamiz. Bugungi ma'nosi ustidan degan gapga o'z oldiga ma'no bermaydigan walk over, run over yoki fly over deb chiqadi. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? Bahga. Bahning kengsi nima ekan? Rga. Rgani qo'shsak re, anikin nima ekan? Jga. Undasa rega jni qo'shsak bridge, bridge. Bridge degan gap ko'rik degan gap, ko'rik. Bridge. Mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Bahga. Bahqani qo'shsak boat, ni qo'shsak boat, boat. Boat degan qayiq degan gap, qayiq. Anondan keyin mana kichikroq kiyimlarni boat deymiz, Ay keng sözün birinchi tovushi nima ekan? Rga. Rgani qo'shsak re, re. Aniki nima ekan? Vga. Ya'ni ustin tish, ostin qalb taqshadigan vga. Vga rni qo'shsak ver, undasa re, river. Ya'ni buni so'zmaysizlar, river. River degan daryo degan gap, daryo. Mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shgani qo'shsak ship, ni qo'shsak ship. Ship degan paraxod degan gap, paraxod. Ship. Keng sözün birinchi tovushi nima ekan? Aga. Aning kengsi nima ekan? Rga. Rgani qo'shsak era. Aniki nima ekan? Pga. Pning kengsi nima ekan? Lga. Lgani qo'shsak lay, ni qo'shsak lane, plane. Airplane. Airplane. Airplane degan gap aeroplan degan gap, aeroplan.
Endi mana axir so'zning birinchi tovushi nima ekan? Fga, ikkinchi tovushi nima ekan? Lga. Lg'ayni qo'shsak lie, lie, fly. Fly degan uchish degan gap. Masalan, aeroplanning uchishi yoki odamlarning uchishi, har qanday narsaning uchishini nima deymiz? Fly. Bu nima degan chaqda bu pil. Hamma so'zning qo'lishi, day, kun. Bir kun, ikki kun, yakshanba kuni, yakshanba kuniki kun. Cloud, bulut. Sky, osmon. Sun, quyosh. Shine, kun nuri, nur chachmoq. With, bilan, billa. Family, oila. Walk, piyoda minish. Over, ustidan. Bridge, ko'rik. Boat, qayiq. River, daryo. Ship, paraxod. Airplane, aeroplan. Fly, uchish. Day, cloud. Sky, sun. Shine, with, family, walk, over, bridge, boat, river, ship, airplane, fly. Endi 30-chi darsning tekstiga tizilib bir qarab chiqaylik. 30-chi dars nima taqdirli ekani degan chaqda lesson 33 of finding. Yaxshi bir kun degan tekstga it's a fine day today. Bu bo'lsa bir yaxshi kun bugun. Ya'ni ingliz tilida bugun pek yaxshi kun bo'ldi degani it's a fine day today deymiz. There are bunigini bo'lgan there are bu yerda bor some clouds. Ba'zi bulutlar bor, azroq bulut bor in the sky, osmonda. Biz bunigini bo'lgan-ku, bu yerda azroq bulut bor, osmonda. Ya'ni qanday chiqadi? There is chiqadi, undan keyin some clouds. Yani bazı narsalar, yani mancha narsa bor deydik, nədligini eskartdik in the sky, osmonning ichida. But, lekin, the sun is shining. Lekin, kun nur chachmoqda, kun parlab turmoqda deymiz, bu yoki bo'lmasa. Mr. Jones is with his family. Jones efendim, uning oilasidagilar bilan birga. They are walking over the bridge. They are, ular bo'lsa, walking over. Ustidan mengib o'tyapti the bridge. Nimaning ustidan? Ko'rikning ustidan mengib o'tyapti. There are some boats in the river. Yani daryoning ichida, yani bir necha nima qayiq bor. Mr. Jones and his wife, Mr. Jones bilan uning ayoli bo'lsa, are looking at, qarayapti them, ularga. Them degan gap, they'ninki to'ldiruvchilik shakli, yani ma'nosini deb chiqadi, ulardan degan ma'nosi chiqadi. Sally is looking at a big ship. Sally bo'lsa qarayotidi bir cho'ng paraxodga. The ship is going under the bridge. U paraxod bo'lsa going under, ketyapti ostidan, nimaninki bridge. Yani daryoning ostidan ketyapti. Tim is looking at an airplane. Yani Tim bo'lsa bir aeroplan qarayotidi. The airplane is flying over the river. Aeroplan bo'lsa daryoning ustidan uchib o'tyapti. Endi 33-chi darsga grammatikalik nuqtalar qarab boqaylik. Eng beshi nima degan gap bor? It's a fine day today. It degan bu degan gapdi. Is degan bo'lsa, bir fine day. Intan yaxshi kun. Today, bugun. Ya'ni inglizlar bugun bek yaxshi kun bo'pti deganni it's a fine day today deymiz, yoki it's a fine day deb qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni bugun bo'lsa intan yaxshi kun bo'pti. Bunun çok mesele yokken bu İngiliz tilde muş bunchi padlaysizlar. It's a fine day today. Emmanın qarsak, there are some clouds. Bu yerda bir necha nima deydi? Bir necha demaymiz go, azroq deymiz go, hamda sanig'ilmaganki bulutni. Bu yerda azroq nim bor deydi? Yani clouds. Bulutlar bor. Biz bu shaklni o'rganib bo'lgan. Bu yerda bor, bu yerda yo'q deganni. There are some clouds. Bu yerda azroq bulut bor in the sky, osmonda. But lekin degan gap. Biz buni ko'rib bo'lgan. But lekin but deb o'qimaysizlar, but. Lekin the sun is shining. The sun degan quyosh degan gapdir-ku. Is bo'lsa shining. Kun parlab turmoqda, ya'ni aptab chiqmoqda, aptab deymiz go'yak Uyg'ur tilida. Yani the sun is shining degan gap bak aptab bo'ladi degan gap Uyg'ur tilidagi. Yoki o'zbekcha tarjima qilsak, kun parlab turmoqda.
Endi mao grammatika qarab baqayli. Mr. Jones efendim is bolsa with his family. With'ni men sözlükte ötken çağdım tushundim. With palanchi bilan billa degan gap. Nasa Mr. Jones efendim is bolsa with his family. His degan u erning uning degan gap to'g'ri. His degan Jones'ning demakchi. Uning oilasidagilar bilan billa. Bunun mesli yo'qkan-ku. They are, ular bolsa, walking over. Üstedin menip ötüş deyin gap. The bridge. Nimning üstedin menip ötüwatıdu deydi. Yani körükning üstedin menip ötüwatıdu hazırning o'zida. Walk over degan nim degan gap. Ma'lum narsaning üstedin menip ötüş. Yani mesela walk over a fire. Otning üstedin menip ötüş deganga o'xshash, ya. Yani with'ni olgan chaqda, u palaj narsalar billa degan chaqda uning oldiga keldi, ha? With. Endi ma grammatika qarasak, Sally is looking at a big ship. Sally bo'lsa bir cho'ng kemaga qarab o'tadi. Hozir davomlashayotgan zaman ekan-ku. The ship is paraxut bo'lsa going under. Go degan berish degan gap, ha? Going under. Ya'ni menish yurish degan ma'nosi chiqadi. Going paraxut bo'lsa meniyotadi under astidan the bridge. Nimning astidan? Ya'ni ko'rikning astidan menib o'tyapti. Ya'ni demakchi ko'rikning astidan o'tyapti degan gap, ha? Ko'rikning astidan o'tyapti. Bu yerdagi hamda look at degan bizga bo'lgan qarash. Go under degan gap astidan menish. Masalan, go under the bridge. Ko'rikning astidan menish. Hamda fly over. Fly over. Fly diye uçuş. Over diye üstüden. Üstüden uçup ötüş deyin gap. Mesela aeroplanın gibi var. An airplane is flying over the bridge. Yani bir aeroplan bolsa körükten üstüden uçup ötüvatıdı deyin ki fly over. Fly over. Hem de 33. dersinin tekstinin tercümesi qarab baqayli. A fine day. Bir yaxshi kun degan gapkan, baland kun, obdan kun, ajab esli kun bo'pti degan deymiz-ku. It's a fine day today. Bugun bo'lsa, havo bek yaxshi yoki uyg'ur tillashtirisan, havo ajab yaxshi bo'lgan deganni mushta ifodalasanglar bo'ladi. Ham bu Angliya tarafida asosan bu tema bekchi xalqlar paranglashdan shu mush gap qiladi odatda, chunki Angliya jiq yomg'ir yog'di, havo tutuq bo'lg'achqa. Nayt yaxshi bir parang boshlashninki temisi to'nmagan odamlarda. It's a fine day today. Bugün bolsa hava yaxshi. Bek yaxshi kun bo'pti. There are some clouds in the sky. Asmanda azroq bulut bar. But lekin the sun is shining. Lekin kun parlab turmoqda deydi. Mr. Jones efendim is bolsa with his family. Jones efendim bolsa ailasidagilar bilan billa. They are, ular bolsa walking over the bridge. Ular bolsa qanday qilyapti deydi? Walking over. Yazıdan özde menip ötüvatıdı üsteden the bridge. Körükten üsteden menip ötüvatıdı. There are bu yerde some boats. Qiyıqlar, qolvaqlar ba in the river. Deryada bir neçe kemi ba deydi. Deryada bir neçe kemi ba. There is'ni biz ögünüp bo'lgan amaliyotda. Mr. Jones and his wife. Mr. Jones bilan uning ayoli are bolsa looking at them. Ular qarayotidi. Diqqat qilgan bir nuqta, men grammatik nuqtasiga kirgizmayapman. Diqqat qilgan bir nuqtani bo'lsa, o'zing bilan palonchi bir odam men bilan palonchi degan chaqda men uyg'ur tilida men bilan, masalan men bilan olim bode deymiz-ku, olim bilan men demaymiz normalda. Endi ingliz tilida boshqalar bu hurmat ustidan boshqalarni oldiga olasizlar. Masalan, Mr. Jones and his wife. Masalan, men akam bilan, shunga yoki men singlim bilan do'konga bordim. My sister and me. Yani my sister degan oldiga olasizlar demakchi. O'zingni keyinga olasizlar. My sister and me went to the mall. Masalan, my sister and me went to the mall. Yoki I went to the mall with my sister desanglim bo'ladi.
Demakchi, men bilan palonchi bir odam demoqchi bo'lsanglar yoki odamlar demoqchi bo'lsanglar, o'zinglarni keyniga olasizlar, ha? O'zinglarning ismini keyniga olasizlar, hurmat yuzdan boshqalarnikini oldiga olasizlar. Okay, Sally is looking at a big ship. Sally bo'lsa qaravatidu bir cho'ng kemiga. Ishnago, the ship is u paraxod bo'lsa, kema bo'lsa, is going under. Ostidan o'tyapti, the bridge. Nimning ostidan o'tyapti deydi, ko'rikning ostidan o'tyapti. Tim is looking at an airplane. Tim bo'lsa bir aeroplanga qarayapti. The airplane is flying over the river. Ya'ni bu aeroplan bo'lsa fly over, ustidan uchib o'tish degan gapdir. Flying over, uchib o'tyapti hozirning o'zida. The river, daryoning ustidan uchib o'tyapti deydi. Shundan bizningki butkul tekst shu ekan, siz bilmaydek yayli yo'q ekan, ha? 33. dərsning tekstning o'qilishi. Tekstni o'qigan chaqda men yana asta bir qatim, normal suratda bir qatim, tez bir qatim o'qib beraman. Siz shu bo'yicha o'qisanglar bo'ldi. It's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. Tekstning normal o'qilishi. It's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They're walking over the bridge. There are some boats in the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. This is o'qilishi. It's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They're walking over the bridge. There are some boats in the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. 34. dərsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Ikkinchi tovushi nima ekan? Ulga. Ulg'ayni qo'shsak leap. Qo'shsak leap, ha? Sleep. Sleep degan uxlash degan gap, ha? Uxlash. Ikkinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shgayni qo'shsak shave, vni qo'shsak shave. Shave degan soqol olish degan gap, ha? Soqol olish. Ya'ni tushirish degan ma'nosi bor. Shave. Masalan, har qanday yerga tukun tushirsanglar, elish, tuk tushirish yoki bo'lmasa soqol olish, chach tushirish degan ma'nosi bor, ha? Ba'zi so'zning birinchi tovushi nima ekan? K-ga, ikkinchi tovushi nima ekan? R-ga. R-ga. R-g'ayni qo'shsak cry, ha? Cry. Cry degan gap yig'lash degan gap, ha? Yig'lash. Cry, ha? Yig'lash. Ba'zi so'zning birinchi tovushi nima ekan? W-ga. Ya'ni eg'iz o'tiridan ikki yonga ochiladigan W ekan. Shunaqa W-ga. W-ga A-ni qo'shsak wash, ni qo'shsak wash. Wash degan yuyish degan gap, ha? Yuyish. Ba'zi so'zning birinchi tovushi nima ekan? W-ga. W-ga'ni qo'shsak wait, ni qo'shsak wait. Wait degan saqlash degan gap, ha? Saqlash. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Qo'shma j-ga. J-qani qo'shsak ja, ni qo'shsak jump, ni qo'shsak jump. Jump degan sakrash degan gap. Butun so'zning o'qilishi: sleep, uxlash, shave, soqol olish, tushirish, cry, yig'lash, wash, yuyish, wait, saqlash, jump, sakrash, sleep, shave, cry, wash, wait, jump. Endi 34. darsning tekstiga qarasak, bu tekstning to'g'ri tekst ekan chaqda what are they doing? What are they doing? Ha? What are they doing? What are they doing degan gap, ya'ni ular nima ish qilyapti? Ha, ular nima ish qilyapti? Buning kelish manbasi biz o'rganib o'tgan, shu hozirgi davomlashayotgan zamon bilan o'xshash, shu zamon shu amaliyotda they degan ular degan gapda shunaqa, are degan bo'lsa doing qilyapti, homework. Ular bo'lsa topshiriq ishlayapti. Endi buni oddiy so'roq jumlaga aylantirgan chaqda faqat BP'ni, ya'ni are-ni oldiga chiqarsak bo'ldi-ku. Unasa are they doing homework? Ha? Are they doing homework? Ular topshiriq ishlayapti. Endi men topshiriq ishlayapti, kirjiyapti, tamoq yetyapti degan sharoitda ular nima ish qilyapti deyman. Shunaqa nima deganda aytib what deydi. Unasa what-ni, ya'ni olay so'roq so'z bo'lg'achqa eng oldiga qo'ysak what are they doing? Ular nima ish qilyapti?
Bu yerda what bilan homework taqishib qolgachqa homeworkni tashlab o'tdik. Shuning bilan bu nim bo'ldi? Alay so'roq so'zi bo'ldi, alay so'roq jumlasi bo'ldi. What are they doing? Nega o'qanchaqda diqqat qilinglar. What are they deb o'rgatmasam bo'ldi. Chunki so'z o'qitishdan boshlangan ismlar oldidagi ismlar demas, so'zliklar oldidagi söz bilan bir so'zdek o'qilasi bo'lindi dedim-ku. Ondan what bilan arni qo'shib o'qisam bo'ldi. Water, water, what are deb jumay water, water. Yoki what are deb olsam bo'ldi, water. Ya'ni ten deyə o'xshatsanlar, what are they doing? What are they doing? Bu buncha san. What are they doing? Ular nima ish qilyapti deganga. Tekstni men bir qatam o'qib beraman, siz ko'plab mashq qilsanglar bo'ldi. Birinchi rasm qarasanglar, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're cooking. Ular tamoq yetyapti. Ikkinchi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're sleeping. Ular uxlayapti. Uchinchi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're shaving. Ular soqol olyapti. To'rtinchi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're crying. Ular yig'layapti. Beshinchi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're eating. Ular nima qilyapti? Ya'ni so'ngak qajlayapti deymiz-ku, so'ngak yeyapti demaymiz uyg'ur tilida. Eating'dagi ten deb o'xshatsanlar, eating, eating deb bilsam, they're eating, they're eating deb olsam bo'ldi. Amerika ingliz tilidagi gap. 6-chi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're typing. Ular xat besyapti. 7-chi rasmda, what are they doing? They're doing homework. Ular bo'lsa, nima qilyapti? Topshiriq ishlayapti. 8-chi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're washing. Ular kir yuyapti. 10-chi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're flying. Ular bo'lsa, uchyapti. 10-chi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're walking over the bridge. Ular bo'lsa, ko'rikning ustidan mengib o'tyapti. 11-chi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're waiting for the bus. Yoki they're waiting. Ular bo'lsa, saqlayapti. Eng oxirgi rasmda, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're jumping. Ular sakrayapti. Tamdan, jumping. Birinchisi, what are they doing? They're cooking. Ikkinchisi, what are they doing? They're sleeping. Uchinchisi, what are they doing? They're shaving. To'rtinchisi, what are they doing? They're crying. Beshinchisi, what are they doing? Ular nima ish qilyapti? They're eating. Oltinchisi, what are they doing? They're typing. Yettinchisi, what are they doing? They're doing homework. 8-chi, what are they doing? They're washing. 9-chi, what are they doing? They're flying. 10-chi, what are they doing? They're walking over the bridge. 11-chi, what are they doing? They're waiting. 12-chi, what are they doing? They're jumping. Qadrli savodashlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Bizning mashq darsimiz yakshanba kuni soat 7 dan 8 gacha olib berildi. Yakshanba kuni kechda mashq darsiga to'liq yaxshi qatnashinglar, chunki mashq darsi darslarni o'rganishdagi intayin muhim bo'lgan. Ya'ni mashq darsining muhimligi, darsning muhimligi o'xshashli muhim. Dars 50% muhim bo'lsa, darsning mashq darsi 50% muhim. Agar mashq darsi qatnashmasanglar, topshiriqlarni vaqtida ishlab yo'llab bermasanglar, darsning unimiga aniq ta'sir etadi. Shunga darsning topshiriqlarini vaqtida yo'llanglar, darsning mashqqa cho'qim yaxshi qatnashinglar. Xayr, xushroq bo'linglar.